20 yil bo'ldi siz sotilib ketganingizga. Kim sotib yubordi? Derdi yine balalar bizi satıp yarıp ketdi. Temizlik 2 ayol. Rasmlari bormi? Daşı bizim pasportlarımızı alıp gidip qolgan olur. Alıp gel 9'a ishlatdim, bursun pul vermadi. Patentlaring kuymasligi uchun trudavoy dogovor yoki уведомление kerak bo'lsa va albatta registratsiya xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, Rossiyada odam savdosi hali hanuz bor. O'zbekni sotish hali ham bor, davom etmoqda. Bugungi efirimizda 20 yil Rossiyada sotilib ketgan amak murojaat qildi. Do'stlar, bir ayol kishi tomonidan sotilib ketganligi. Do'stlar, hozirda bunaqa narsa juda ham ko'p, lekin ogohlikka chaqirib qo'yamiz. Kimki mana shunaqa situatsiyaga tushgan bo'lsa, albatta murojaat qilinglar. Bunaqangi yerlardan qutqarib olishning iloji bor. Xavotir olmanglar, qo'rqmanglar, lekin bu amakimizning hozirgi murojaati bizlarni prosta shokka tushirib qo'ydi. Marhamat, videoni ko'ramiz va do'stlar, kanalimizga obuna bo'lmagan aka-ukalarimiz obuna knopkasini bosib qo'yinglar. 42 ta odamni sotuvdi. Jo'natib yuborishlarini so'raydi. Xudodan qo'rqsa shu yaxshi bo'lardi. Xudodan qo'rqish kerak. Uydagilaringiz ham izlab yurgandir. 20 yil bo'ldi sotilib ketganingizga aloqa bormi uy bilan? Diqqat, tezkor xabar. Musofirda yurgan aka-ukalarim ogoh bo'ling. Hozirgi kunda ayol posredniklar musofirda yurgan akalarimizni sotib ketganligi haqida bizga ma'lumot keldi. Bundan 20 yil oldin sotilib ketgan akamiz haqida gap ketyapti. Marhamat, videoni ko'ring. Ikkita ayol bir musofirga kelgan akamizni 20 yil oldin sotib ketgan. Hozirgi paytda bu akamizni yaqinlari, birodarlari mana shu videoni ko'rishligi uchun ko'proq like bosib, kengroq tarqatib qo'yib, ogoh bo'linglar. Akamizning gaplarini eshitib ko'ringlar. Hamma fikrini uzoqlarda yozib qoldirsin. Videoga like bosib, Moskvada nima gap YouTube kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yuribman-da. 20 yil bo'ldi siz sotilib ketganingizga. Kim sotib yubordi? Hozir ham shunday voqealar bormi? Hozir bilmayman. Manzira Sharofat derdi. Yine balalar bizi satıp yarıp ketdi. Temizlik 2 ayol. Rasmlari bormi? Yo'q, hech narsasi yo'q. Daşı bizim pasportlarımızı alıp gidip qolgan olur. Kimga sotib yubordi? Qanchaga sotib yubordi? Qanchaga shu? Alıp gel 9'a ishlatdim, bursun pul vermadi. Kimga sotib berdi? Kimga? O'zimizning shu o'zbek bolalarga. Shu men bekorga aytmayman, haromxo'r posredniklar. Hozirgi bunday narsalar yo'q. 20 yil oldin mana bu akamizni qo'pol qilib aytganda, ikkita soatcha uzun aqli kalta o'zidan posrednik yasab olgan haromxo'r olib kelib sotib ketgan. Sizdan tashqari yana nechta odam sotgan edi, bilasizmi? 42 ta odamni sotuvdi. Siz hozir qayerdan bizga murojaat qilyapsiz? Qayerdasiz? Men Peterburgdaman. Bizdan nima yordam? Rossiya bo'ylab bez dokument yurgan aka-ukalarimiz diqqatiga. Ekranda akalarimizni raqamlari turibdi. Kim granitsaga kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lsa, ushbu raqamlarga telefon qiling va akalarimiz xizmatga tayyor. Albatta, mana shunday krutoy mashinalarda, inomarkalarda komfort borib kelishni xohlagan aka-ukalarimiz ekrandagi nomerlarga albatta telefon qiling. Jo'natib yuborishlarini so'raydi. Sankt-Peterburgda nima gap degan kanal ochilgan. Jo'rabek akamiz telefon nomerlaringizni beraman, aloqaga chiqadi. Imkon qadar harakat qilamiz. Через посольство orqali sizni jo'natishga imkon qadar harakat qilamiz, yordam beramiz. Hozirgi kunda mana shunaqa odam sotayotganlar, posredniklik qilayotganlarga nima deysiz aka? 20 yil umringiz o'tib ketdi. 20 yil umrim o'tib ketdi-da. Xudodan qo'rqsa shu yaxshi bo'lardi. Xudodan qo'rqish kerak. Sog'ligingiz qanday hozir? Yeb ichishga, produktda pitaniya nima problema? Ayting, birat yordam beramiz. Bir ukaxondan qishloqdashim produktimga, kvartiramga yordam qilib turibdi. Kvartiraga joylashtirib, produktimga yordam qilib turibdi, dori-darmonga. Bir ukaxondan Ural degan bachcha Hojibonoğlu. Siz o'zingiz asli qayerdansiz? Surxondaryodanmisiz? Surxondaryo Oltinsoy rayonidanman. Uydagilaringiz ham izlab yurgandir. 20 yil bo'ldi sotilib ketganingizga aloqa bormi uy bilan? Uy bilan aloqaga chiqdim. Hozir uy bilan aloqaga chiqib, hozir nima posolistoga qog'oz jo'natyapti. Posolistodan qog'oz qilsam, keyin ketishim kerak. Shu paytgacha uydagilaringizning xabari yo'q edi, ha?
Bor edi, xabar edi. U yerda bu yerda ishlab besim tursin bachalarimga pul juvarib turuvdim. Bu yerda deganingiz qayerda aka? 20 yil sotilib ketdim deyapsiz. U yerda ishlab deyapsiz. Gapingiz u yerda bo'lib ketyapti-da. Shu sotib bergandan keyin 2 yildan keyin sotuvdan chiqib, keyin sotuvdan qochib chiqdimdan keyin kim ish bersa shuni ishini qilib, pul bersa olib, non bersa nonni yeb yurdim-da. Hozirgi paytda uyga ketmoqchisiz, bolalaringiz sog'indingiz. Bizdan nima yordam bersa, imkon qadar komandamiz bilan birgalikda yordam beramiz. Telefon nomeringizni ko'taring, bolalar boradi, harakat qilamiz sizni jo'natib yuborishga o'z vatanga, O'zbekistonga. Shu ikkita xotin videoni ko'rib turgan bo'lsa, shu ikkoviga nima deysiz bir? Ulug'ayim kunlari bir duo niyat biyatingiz bu shu ikkita haromiga. Xudodan topsin boshqa ishni, mening boshqa aytadigan nimam yo'q. Xudodan topsin. Rasmlarini ikkinchi videoda qo'yamiz. Rasmlarini mayli birinchi marta qo'ymaymiz. Shu video ko'proq like bosib, ko'proq odamlar ko'rsin, tarqatib qo'ysin. Mana shunaqa sotilib ketgan, damdarak yo'qolib ketgan, farzandini izlab yurganlar, otasini yo'qotib qo'yganlar kanalimiz bilan mana shu sammesni bo'lib video qilib qo'yib, komandalarimız bilan birga topishga harakat qilamiz. 20 yildan beri sotilib ketgan akamiz mana bugun bizga murojaat qilyapti. Aka-ukalar hamma fikrini kommentariyaga yozib qoldirsin. Shunaqa sotilib ketayotgan insonlar biz bilmaganlarimiz qancha, o'lib ketganlari qancha, otalari, onalari, ayollari, farzandlari izlab yurganlar qancha hozirgi paytda. Sog' salomat bo'lasiz, bolalar boradi, telefonni ko'tarib javob bering. Mayli. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiyada kurslar keskin tushib ketgan. Va sizga eng zo'r kurslarda pul yuborish ilovasi Tezdani tavsiya beraman. Tezda ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistonga Uzcard Humo kartalariga eng arzon kursda 0% da pul yuborishingiz mumkin. Bu ilovani yana shunday qulayligi borki, O'zbekistondan turib Rossiyaga pul yuborishingiz mumkin. Tezda ilovasini App Store'dan yoki Play Marketdan yuklab oling.